Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Hürmetli qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir necha kun mobaynida hammamiz nihoyatda pishg'irin bir issiq yashayotimiz. Bu issiq hammamizni charchatdi. Endi bu issiqlik darajasining nihoyatda ortib ketishini o'limalar o'xshashmagan izohatlar bilan bizga tushuntirib keldi. Canican Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu issiqning qandaq yuqori daraja ko'tarib ketganligini bizga tushuntirib, İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi naqlgan hadis sharifda mundaq dedi: "İştekatin naru ila rabbiha faqalat ya Rabbi akala ba'di ba'da faj'ala laha nafasayn nafasun fi'ş-şita ve nafasun fi's-sayf." فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. دوزاق ربك شكايت قلدي. دوزاق dedi: "Ey Rabbim, men özümni yeyishga başladım. Yani utni yap ketdi" dedi. Allah subhanahu wa ta'ala dozaqqa ikki nafas elishni ijozat qildi dedi. Qishda bir nafas oladi, yozda bir nafas oladi. Sizlar qishda his qilgan zahardek so'g'oq, zahardek ochiq bo'lsa va yozda his qilgan pishg'irim oftob bo'lsa, mana bu do'zaxning mushu ikki nafas elishidir degan. Biz mana bu dunyoda bu issiqdan voysinamiz. Do'zaxning qiyomat kundagi pishg'irim issiqlarni o'ylasa, odamning vujudi zilzilaga keladi. Biz shuningga iymon etgan Qiyomat kunisi bütün olam ajoyib cho'ng bir yig'ilishda mahshargoh maydonida yig'iladi. Bütün insonlar. Odam alayhisalomdan tortib ta qiyomatgacha yashagan insonlar eng koinot xarakterlik g'oyat zo'r sud maydoniga yig'ilgan vaqtida mahshargoh maydoniga do'zax keltirildi. İmam Muslim rahmatullohi alayhi naql qilgan hadis sharifda Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan: "Yu'ta bi cehenneme yevme izin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 melek yecurrunaha." Qiyomat kunsi do'zaxni keltirildi. Do'zaxning 70,000 tutqusi bo'lib, har bir tutqusini 70,000 farishta tutib mahshargoh maydoniga so'rab akirdi dedi. Mana bu ko'rinishni o'ylaydigan bo'lsak, odamda ajoyib bir qo'rqinish paydo bo'ldi. Ya'ni do'zaxni taxminan 5 milliard farishta so'rab mahshargoh maydoniga akiladi. Bu chog'dagi do'zaxning ahvolini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda sifatlab, "Takadu tamayyazu minal g'ayz." Do'zax charas qilib o'tning qiziqligi va o'tning yomonligidan do'zax xudo hozir yerilib portlab ketgandek mushundoq bir ovozlarni chiqardi degan. U chog'dagi do'zaxdan chiqqan o'tning qiziq haroratini tasavvur qilishimiz mumkin emas. Biz mush dunyodagi ozroq bir qiziqqa savr qilmaymiz. Bizning yashayotgan yer shari u do'zaxdan necha milliard masofa jiroq bo'lishi mumkin. Amma qiyomat kuni bo'lsa, do'zax ko'z oldimizga keltirildi. Shundaqla jannatmi ko'z oldimizga kelindi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va uzlifatil jannatu lil muttaqin." Ya'ni jannat taqvodorlarga yaqinlashtirilgan vaqtda degan. Demak, haqiqiy saodatman kishi shu kunsi jannatga yaqin bo'lgan, do'zaxdan ijroq bo'lgan kishi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi naql qilgan bir hadis sharifda mundaq deyilgan: Bir sahroda yashaydigan bir molchi kelib Rasul sallallohu alayhi va sallamning oldini to'sdi dedi. Ya'ni bir safar vaqtida Rasululloh bir safar qilib manganda bir odam Rasulning oldini to'sib, Rasulullohning to'g'isini og'amchisini tutibmada Rasulullohning yo'lini to'sdi dedi. To'sib: "Ya Rasululloh, ey Muhammad, ey Allohning payg'ambari, meni jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan jiroqlashtiradigan bir amalni menga deb bergin." Rasululloh shunda turib ketib, ondan sahobalarga qarab
ma adam haqiqiy to'g'ri yo'lni topgan odamga dedi. Deb bo'lib Rasululloh u odamga nima deding? U odam gapini takrorlabdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ta'budulloha la tushriku bihi shay'a va tuqimus salata va tu'tuz zakata va tasilur rahma da'in naqa dedi. Sen do'zaxdan yiroq bo'lmoqchi bo'lsang, jannatga yaqin bo'lmoqchi bo'lsang, Allohga ibodat qil, Allohga hech bir narsani shirk qilma. Namozni astoydil, samimiy ado qil. Zakat bergin, tuqqanlarga tuqqandochilik qilgin deb bo'lib, endi to'g'ini qo'yib o'tadi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam osh kishining suoliga qarta izohlab nima dedi? Laqad wuffiqa aw laqad hudiya dedi. Bu odam haqiqiy bir utuq qozongan yoki to'g'ri yo'lni topgan odamga deyapti. Chunki u odam ey Allohning payg'ambari meni do'zaxdan yiroq qildigan, jannatga yaqinlashgan amalni deb bergan debdi. Rasululloh mush kishining suoliga nati yaxshi baho berib ketdi. Mana mushundaq bir vaqalik Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu lama bo'lgan. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Rasulullohga shundaq dedi: "Ya Rasululloh, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ey Allohning payg'ambari, men dabbasila meni jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan yiroqlashtiradigan bir amal dabbasila deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen nihoyatda bir ulug' muhim ishdan beni so'rading dedi. Deb bo'lib bu ish Alloh oson qilgan odamga osondir deb, ya'ni bir necha do'zaxdan yiroqlashtiradigan, jannatga yaqinlashtiradigan go'zal amallarni deb bergan. Demak, mush savolni so'rgan, ya'ni bir jannatga yaqinlashadigan, do'zaxdan yiroqlashadigan amalni so'rgan odamning savoliga apirin o'qib, savol so'ruvchilarning haqiqatan muhim savolni so'rganligini Rasululloh bayon qilgan. To'g'ri qarindoshlar, do'zaxdan yiroq bo'lish bo'lsa, haqiqatan bir muhim, ahamiyatlik, ulug' bir ish. Alloh oson qilgan kishiga bu ish haqiqatan oson. Unda bo'lgan ekan, men sizlarga bugungi darsimda sizlarni bir kun sabr qilib ozroq ibodat qilib qo'ysanglar, 70 yil, ya'ni 70 yillik masofa sizlarni do'zaxdan yiroq qilgan bir amalni deb bermoqchi. Sizlar shu amalni qilib do'zaxdan qanchaki yiroqlashsanglar, savob ajringlar shuncha jiqiyib jannatga qilasizlar. Ya'ni sizlar bir yilda men degan amalni bir kun qilsanglar, men hozir mushdasda bayon qilib bermoqchi bo'lgan amalni bir kun qilsanglar, 70 yillik masofa mush do'zaxdan iborat. Bu zo'r ofat musibatdan, kofirlarning makonidan yiroq bo'lsizlar. Bu haqiqatan Alloh oson qilgan ishga shunday oson ish qarindoshlar. U qosiy desanglar, Alloh rizoligi uchun Allohdan ajr kutib, Alloh yo'lda bir kun ro'za tutish qarindoshlar. Imom Buxoriy rahmatulloh alayh naql qilgan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday degan: "Man sama yawman fi sabilillah, ba'adallohu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Kimki Alloh yo'lida bir kun ro'za tutadigan, Alloh jalla jalaluhu u kishining yuzini do'zaxdan 70 kuz yiroq qiladi deydi. Ya'ni 70 kuz, ya'ni 70 yil yiroq qiladi degan bo'l qarindoshlar. Ey o'g'il qiz qarindoshlarim, bu ancha bir cho'ng ish emas. Ya'ni bir kun, butun kun emas. Ya'ni bomdat vaqtidan tortib kun o'ltig'uchilik, yemaklikdan, ichmakdan va boshqa ro'za tutishga zid keladigan amallardan o'zimizni yig'ish degan gap. Mushunchilik ish qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizni do'zaxdan 70 yil yiroqda qiladi. Endi demak, biz ma Shavval oyida 6 kun ro'za tutsak, Alloh subhanahu va taolo biz bilan do'zaxning orliqini 420 yil yiroq qildi degan gap. Endi sizlar nima deb bu oyda 6 kun ro'za tutishimiz deb so'rashinglar mumkin. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Bu hadisni Imom Muslim naql qilgan sahih hadis. Rasululloh deydi: "Man sama Ramazona thumma atba'ahu 6 min ash-Shawwal kana ka siyam ad-dahr" deydi. Kimiki Ramazon ro'zasini tutib, ondan keyin
shu Ramazondan keyin kelgan Shavvol oyida 6 kun ro'za tutsa, 1 yil ro'za tutgandek bo'ladi, ya'ni 1 yil ro'za tutgan ajrini berdi deydi. Qaranglar, achisingal o'g'il qiz qarindoshlarim, mana bu biz mush oyda tutmoqchi bo'lgan bu 6 kunlik ro'zaning naqadar ulug' ham barakatli ro'za ekanligiga qaranglar. Birinchisi, bu Shavvol oyida 6 kun ro'za tutsak, 1 yil ro'za tutganning ajriga erishamiz. İkincisi, bu 6 kun ro'za tutsak, Alloh subhanahu va taolo biz bilan do'zaxning orliqini 420 yillik jiroqlik qo'ydi yani. Bizdan do'zax yoki biz do'zaxdan 420 yil jiroq turamiz qarindoshlar. Üçüncüsü, biz bu 6 kun ro'zani tutsak, Rasulullahning sunnatini qon bo'lamiz, Rasulullahga ergashgan bo'lamiz. Rasulullahga ergashganlik dinimizda nimani bildirdi bilamsizlar? Alloh subhanahu va taolo "Qul in kuntum tuhibbunalloh" Ey mu'minlar, sizlar haqiqatan Allohni suydigan bo'lsanglar, fattabi'uni yuhibbukumulloh da. Ey Muhammad, sen degan, sizlar Allohni suydigan bo'lsanglar, men ergishinglar degan. Yani Rasulullah'a ergashganlik Allohni suyganlikning ifodasi. Uning natijasi nima bo'lsa, yuhibbukumulloh. Ondan keyin Alloh seni suydi, gunohlarni kechiradi deb Alloh subhanahu va taolo mushundaq degan. Mana mushundaq zo'r natijalarni qo'lga keltirgan bo'lamiz. Demak, bu oydagi 6 kunlik ro'za bo'lsa, do'zaxdan yiroqlashdagi eng cho'ng fursat va jannatga yaqinlashdagi nihoyat qulay bir fursat. Alloh subhanahu va taologa bandichilik qilishdiki bir bayram qarindoshlar. Mana biz bu dunyoda mushundaq barakatlik ulug' kunlarga, ulug' ibodatlarga naqadar ehtiyojliqmiz. Shu darhol fursatni qo'ldan bermaylik qarindoshlar. Ma fursat qo'ldan ketib qolmasin. Biz o'zimiz bu oydagi 6 kun ro'zani tutaylik. Oilamizni, baljoqlarimizni bu ibodatni qo'ldan bermaslikka targ'ib qilaylik. Tunish bilishlarimiz, qiz o'g'il qarindoshlarimizni xabar qilaylik. Bilgan bilmaganlarga, tunugan tunimag'anlarga yetkazaylik. Bu sunnatni qilib olsin qarindoshlar. Oxirsi Alloh subhanahu va taolo islomni va musulmonlarni aziz qilsin, ikki dunyoda baxt, saodat man qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.